Ovqat ratsionida tuzni ko'p miqdorda iste'mol qilish. Yurak urishi tezlashib ketishi, ya'ni taxikardiya nimadan kelib chiqadi? Birinchidan, ko'krak qafasida, tush orqasida, jag'ga, chap yelkaga beruvchi og'riq. Biz hayajonlanganimizda bizda stress gormonlari ko'proq miqdorda ishlab chiqariladi. Assalomu alaykum. Men Jabborova Matluba Jumanazarovna, 20 yillik tajribaga ega terapevt kardiologman. Matluba opa, yurak og'rig'i qachon xavfli hisoblanadi? Yurak og'rig'i jismoniy va ruhiy zo'riqish paytida paydo bo'lsa, bu juda xavfli hisoblanadi. Ko'krak chap tomoni og'risi bu har doim yurak bilan bog'liqmi? Yo'q, albatta. Chap ko'krakdagi og'riq nafaqat yurakda, balki boshqa kasalliklarda ham kuzatilishi mumkin. Stress va asabiylashish yurak qon tomir tizimiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimi ko'tarilishi sabablari. Qon bosimi ko'tarilishi asosan quyidagi hollarda kuzatiladi. Birinchidan, ovqat ratsionida tuzni ko'p miqdorda iste'mol qilish. Ikkinchidan, qonda xolesterin miqdorining oshib ketishi. Uchinchidan, jismoniy va ruhiy zo'riqishda. Yurak urishi tezlashib ketishi, ya'ni taxikardiya nimadan kelib chiqadi asosan? Yurak urishi tezlashishi asosan fiziologik va patologik bo'ladi. Aslida yurak qisqarishlari soni, ya'ni puls normada 50 dan 100 tagacha bo'ladi va bu yoshga bog'liq hisoblanadi. Yurak urishi tezlashishi fiziologik va patologik bo'ladi. Fiziologik holatda bu yoshlarda bo'lishi mumkin, hayajonlanganda, jismoniy harakat vaqtida. Patologik yurak urishi tezlashishi esa kasalliklarda kuzatiladi. Infarkt boshlanayotganini qanday belgilar orqali bilish mumkin? Infarkt boshlanayotganini belgilari quyidagilar hisoblanadi. Birinchidan, ko'krak qafasida, tush orqasida, jag'ga, chap yelkaga beruvchi og'riq. Bu og'riq turli xil dori vositalarini ichganda og'riq to'xtamaydi va yanada kuchayib davom etadi. Bemorni sovuq ter bosadi, qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Bemorda o'lib qolishdan qo'rqish xavfi kuzatiladi. Stress va asabiylashish yurakka qanchalik zarar? Stress va asabiylashish yurak qon tomir tizimiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki biz hayajonlanganimizda bizda stress gormonlari ko'proq miqdorda ishlab chiqariladi va natijada bu gormonlar yurakning tez urishiga, qon bosimi ko'tarilishiga, qon tomirlarining siqilishiga va yurakda kislorod yetishmovchiligiga olib keladi. Qon bosimi past bo'lishi bu xavflimi? Qon bosimi sistolik qon bosimi 90, diastolik qon bosimi 60 dan past bo'lganda gipotoniya deb aytiladi. Bu yoshlarda, ozg'in insonlarda norma bo'ladi. Yosh katta, semiz odamlarda bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qon bosimi 90 ga 60 dan pasayib ketishi barcha organlarda qon aylanishining buzilishiga va kislorod yetishmovchiligiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida boshqa asoratlarga sabab bo'ladi. Yurakni tekshirtirish uchun qaysi analizlar eng muhim? Yurak qon tomir kasalliklariga tashxis qo'yishda quyidagi laborator tekshiruvlar muhim hisoblanadi. Birinchi, umumiy qon analizi, ikkinchi koagulogramma, uchinchi lipid spektr va to'rtinchisi kreatin mochevina. Kundalik hayotga oid savollar. Qahva yurakka zarar qiladimi yoki foydali? Qahva foydali bo'lishi ham mumkin, zararli bo'lishi ham mumkin. Chunki qon bosimi past yuradigan insonlarga qahva tetiklantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimi yuqori, yuragi tez uradigan, asabiy insonlarga qahva tavsiya etilmaydi. Sport yurak uchun doim foydalimi? Sport agar normada bo'lsa, bu foydali. Lekin ko'pincha professional sport va o'ta og'ir nagruzka bilan bo'ladigan sport bu yurak qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki yurak mushak a'zo hisoblanadi va organizmda mushak o'sgan sayin yurak mushaklari ham qalinlashadi, kattalashadi va keyinchalik bu turli xil kasalliklarga sabab bo'ladi. Tuzni ko'p iste'mol qilish qanday zarar beradi? Tuzni ko'p iste'mol qilish organizmda ko'p suyuqlik ushlab qolishiga sabab bo'ladi. Natijada organizmda aylanayotgan qon miqdori oshadi. Bu yurakka zo'riqish olib keladi va turli xil shishlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ortiqcha vazn yurakka qanday yuk beradi? Insonda ortiqcha vazn bo'lganda, unda qon tarkibida xolesterin juda ham baland bo'ladi. Bu esa o'z navbatida qon tomirlarida qon oqishining pasayishiga olib keladi. Natijada yurakda turli xil og'riqlar, zo'riqishlar, qon bosimi ko'tarilishi kabi asoratlar kuzatiladi. Yurak kasalliklari nasldan o'tadimi? Yurak kasalliklari nasldan o'tmaydi.
lekin har qanday kasallikka nisbatan moyillik nasldan naslga o'tadi. Har bir yurak og'rig'i infarkt degani emasmi? Yo'q, albatta, har bir yurak og'rig'i bu infarkt emas. Chunki osteoxondroz nevrologiyalarda ham, bo'g'im kasalliklarida ham, nevroz asabiylashish oqibatida ham yurak sohasida turli xil og'riqlar kuzatilishi mumkin. Uyqusizlik yurakka ta'sir qiladimi? Albatta salbiy ta'sir qiladi. Chunki hammamiz bilamiz, uxlaganimizda soat kechqurun tungi 10:30 dan 3 gacha bo'lgan vaqtda miyamizda melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon kuni bilan olgan stresslarimiz, turli xil yuqtirgan infeksiyalar bo'ladi, charchashlar bo'ladi. Bularni barchasini organizmdan chiqarib tashlashga yordam beradi. Agar o'sha paytda inson uxlagan holatda bo'lmasa, bu gormon ishlab chiqarilishi kamayadi yoki to'xtaydi va natijada insonda turli xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun uyqu rejimiga albatta rioya qilish kerak. Yurakni sog'lom saqlash uchun kundalik 3 ta asosiy maslahat. Yurakni sog'lom saqlash uchun har qanday yoshda amal qilish kerak bo'lgan 3 ta maslahat. Birinchisi, ratsionimizda tuzni cheklash. Ikkinchisi, ruhiy va jismoniy zo'riqishlardan o'zimizni ehtiyot qilish va uchinchisi, kun davomida yetarli miqdorda suv ichib turish kerak.